Bugun ishchilar bilan metr o'yinini o'tkazib ko'ramiz. Umuman metr ishlatmaydigan bolalardan boshlayman. Birinchisida kraskachilar hammasi şeyda. Ukamdan boshlaymiz. 20 metrni tortsang 200 ming beraman. Bo'ldimi? Aka mana shu metr tortdingchi? Ha? 20 metrni tortsangiz 200 ming bor. Bo'ldimi? Menda hech kim metr ishlatmaydi, metr bilan ishlaydigan odamlar yo'q. O'sha bitta akamlar borlar, ular kameraga tushmaydilar. Davron aka, 20 metrni tortsangiz aka 200 ming bor. Javob. Bo'ldimi? Bo'ldimi? Ha. Suvarchilar bilan qilib ko'ramiz bu ishni. Deydi, befoyda deydi. Xo'p, Samarqand darvozalar turidan bor. Bundan tashqari so'rlar. Kimga darvoza, so'ri, kaziro, kachera kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. İşlerini de xolos chiroyli qilib bitiramiz.